Besaqa. Katmatda odam bachani ishini etmang. Beqilib. Dadajon, Nayli o'g'li Toshkentdan sertifikat olib keldi. Daydi to'tiring qaytishi. Borman, Asal o'g'lim keldi. Yaxshi keldingmi? Dada, og'zing yop. Asal o'g'lim deydi. Men bachang tug'ilganda ismini Asad qo'ygandim, bu Asal bo'lib ketgan-ku. Eshiz bo'lmasin bachani. Dani. Mana onajon sertifikatni zo'r. Молодец bo'lsam, omadingiz. Ana dadasi. Endi qishloq maqtanmay yurisiz. Nima deb maqtanaman o'g'lim? Tirnoqchi, kelinglar, assalomu alaykum, raisba o'tinglar, biznikida tirnoq qilinglar, tirnoqlar. Naylis chi bu? Ket ko'zma ko'rinma. Jamoling sog'inib jonon o'zimni. Mana Fatima. Men Toshkentdan Nayli sertifikatini olib keldim. Ana endi qishlog'imizga Naylisxona ochaman. Kelajakda senga uylanaman. Va bizdan mayda kichkinagina Naylischalar tug'iladi. Voy, tushunmadim. Fatih nima qilyapsan? Men senga uyda o'tirgin demaganmidim? Voy, sen Asad qachon kelding? Men qizim bilan nima qilib o'tiribsanlar? O'zlamasini tushuntirib beramiz. Tushunmadim. Zokir, sen men bilan bitta joyda ishlab turib o'zingga boshqa fotolar topolmadingmi? Sanchi sen meni 6 yilgina kutib turolmadingmi? Hammadan kutsam ham senlardan kutmagandim. Senlardan kutmagandim. Voy, men ham sendan kutmagandim, marras. Asad to'xta o'rtoq. Bitta shahar borib, Nails bo'lib keldi. Bitta stilist bo'lib keldi. Men borsam nima bo'laykan mana? Ketlaring. Men sendan kutmagandim. Asad jalla, vashshe bitta qiz uchun unaqa qilmagan, o'rtoq, nimalar qilyapsan? To'g'ri aytasan. Haqiqatan ham tirnoqlar qanaqadir g'alati edi, ha? Umuman bo'lmasdi, sochlari ham ulangan, yog'lanib ketgan. Men e'tibor berdim-da hammasiga. Bo'ldi, o'zimizga boshqa topamiz, xudo xolasa. Ha, vashshe zo'rda. Men qara, bu kim sochlarini o'zim uklatga qilib beraman, chiroyli qilib. Tirnoqchilaring yaxshimi? Xotin, sen o'roq bilan sochini o'rasan. Men katmon bilan tirnog'ini chopaman. Yuring. Yola kunam hamisha, andon kudam hamisha, dar tagi dilo sore, davon davon da pesha.